Sizga ozgincha milliy sertifikat haqida aytib bermoqchiman. Ko'pchilik biladi bu sertifikat haqida, shunday bo'lsa ham qisqacha gapirib o'tmoqchiman. Kimlargadir demak yangilik bo'lishi mumkin. Xo'p, milliy sertifikat nima o'zi? Milliy sertifikat ma'lum bir fan doirasida, demak, o'sha talabani, pedagogni yoki o'quvchini bilim darajasini baholovchi davlat namunasidagi hujjat. Ya'ni o'sha BAM tomonidan, bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'tkaziladi va ular tarafidan sertifikat taqdim etiladi. Bu milliy sertifikat, ya'ni o'sha O'zbekiston hududi uchun faqat O'zbekistonga o'tadi. Endi buni imtiyozlari nima? Talabalar uchun ona tili adabiyoti fanidan milliy sertifikat olgan abituriyentlar oliy ta'lim muassasalariga kirishda qator imtiyozlarga ega, ya'ni yuqori natijaga erishsa, ana shu fanini yopib beradi, ya'ni o'sha fandan imtihon topshirmaydi. Va o'sha bir qator imtiyozlari bor. Yoki bo'lmasa majburiy fan bo'ladigan bo'lsa, majburiy fanda ham o'sha fani bo'yicha ma'lum bir balliga nisbatan ball beriladi kirish imtihonlarida. Davlat va nodavlat, ya'ni mana OTMlarga hujjat topshirishda ustunlik beradi bu. Endi ona tili adabiyoti o'qituvchilari uchun, ona tili adabiyoti fanidan milliy sertifikatga ega bo'lgan pedagoglar uchun, ya'ni o'sha oylik maoshiga 50% gacha emas, 50% aniq hozir to'lanadi bu. 50% ustama oladi. Attestatsiya jarayonida qo'shimcha afzallik, ya'ni majburiy bo'ladigan bo'lsa, o'sha nimadan topshirmaslik imkoniyati. O'zini kasbiy faoliyatda kerak bo'ladi. Ta'lim muassasalarida mana nufuz, professionallik mavqeyining oshishi, malaka toifasini oshirishda qo'shimcha imkoniyat beradi, deyapti. Yana o'sha dars o'tish jarayonida qulaylik va sentyabrda dars olishda unga imtiyozlar beradi. Endi boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun imtiyozlar, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun milliy sertifikat ham qo'shimcha ustama beradi. Oldin 20% berardi, hozir 50% bo'ldi deb eshitganman, lekin bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men uni so'rab bilib beraman. Menimcha 50% olishyapti ular ham. Ancha bilindi, men o'qituvchi bilan gaplashgandim, ancha bilindi shuni olganim, ancha oyligimga qo'shilyapti degan gaplarni eshitdim. Qo'shimcha qulayliklar beradi bo'yicha, fan bo'yicha bilim ko'nikmalarining yuqori darajada ekanligini tasdiqlaydi, deyapti. Va o'sha pedagog samaradorligini oshiradi, deyapti. Milliy sertifikatning afzalliklari mana bilim darajasini xolis baholaydi. Hokazo, endi bir qator kam nimalari bor, yutuqlari bor. Endi milliy sertifikat necha yil amal qiladi? 3 yilga beriladi. 3 yil davomida, demak, bemalol foydalanishingiz mumkin. 3 yildan keyin yana qayta topshirib, yangilab olaverasiz, agar mana shu imtiyozlar saqlansa. Endi sertifikat olish uchun necha ball to'plash kerakligi, minimal mana o'tish ballarini hozir ko'rsataman. Mana test natijalari RASH modeli asosida hisoblanadi. Mana A+ daraja olishingiz uchun 70 balldan yuqori olishingiz kerak RASH modelida. Endi A darajada 65 dan 69 gacha, B+ da 60 dan 64 gacha, 55, 59 B daraja uchun, 50 dan 54 gacha S+ daraja uchun. Mana shunday darajalar bor. Eng quyi daraja bu S bo'ladi. S daraja, S+, B+, B+, A+ bo'ladi. Eng yuqori darajasi A+ bo'ladi. Endi mana OTMlardagini aytyapti, oliy ta'limdagini aytyapti. Tegishli mutaxassislik fanidan A+ olsa maksimal ball beradi. O'sha 30 ta savol uchun maksimal ball beradi. Endi tegishli mutaxassislik fanidan proporsional ball beriladi. Mana bu darajasiga qarab ballari berilgan, chiqarib qo'yilgan, ana shu ballni beradi. Tegishli majburiy fandan maksimal ball beradi agar majburiyga topshiruvchilar mana bu S olsa ham, S+ olsa ham, A olsa ham, demak, majburiy fan uchun maksimal ball beradi. Bu degani majburiy fanchilar uchun juda ham zo'r imkoniyat, ya'ni shu bitta essay yozib, 2 ta 3 ta test ishlab qo'ysa o'zi C chiqadi-da. C chiqadi. Shuning uchun ularga juda ham katta imkoniyat bu. Endi milliy sertifikatni hozir qanaqa
savol turlari haqida qanaqa savollar turishini ham bir ko'rib o'taylik. Keyin asosiy darslarimizni boshlaymiz. Demak, imloviy jihatdan mana 44 ta savol bo'ladi. Buning ichida adabiyotdan bor, ona tili ham bor. Endi qarang. Birinchi savol mana imloviy jihatdan, ya'ni imloga oid savol bo'ladi. Ya'ni to'g'ri yozilgan so'zni toping. Mana to'g'ri yozilgan so'z, ikkita savol mana imlodan ketdi. Hozir bizda o'tadigan darsimiz ham ikkita darsimiz ketma-ket imlo darsi bo'ladi. 3-dars test beraman. Testdan keyin men testni tahlilini beraman. Tekshirib kim nechta topganini aytasiz. Mana shunda ikkita savolga biz o'zi ikkita darsdan keyin tayyor bo'lamiz mana shularni bajarishga. Mana ikkitasi imloviy jihatdan, ya'ni imloga oid savol. Uchinchisi so'zlar va ularning izohi. Ya'ni hozir mana shu so'zlarning ro'yxati chiqqan. Bu albatta tushyapti. Bu so'zlarning ro'yxati bor. Men buni sizga beraman. Ko'rasiz, undan keyin topshiriq bor. Topshiriqni bajarasiz va bu so'zlarni mana asosan bu savolda xato javobni toping degan variant bor. Juda ham oson bu. O'sha men bergan manbani yodlaysiz, bo'ldi, tayyor bo'lasiz 3-savolga. 4-savol leksik, ma'nodoshlik, sinonimlarni bilish kerak. Buni yechish usulini o'rgataman. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, oson bo'ladi. 5-savol parchadagi qo'shimchalar xatoligi. Qaysi joyda uslubiy xatolar bor. Mana shu uslubiy xatolarni ham o'rgataman. Qayerda nimaga e'tibor berish kerak? Buni ham oson topa olasiz. Mana bu ham xatolik. So'z qo'llash bilan uslubiy xatoliklar bor. Mana shularni o'rgatib qo'y. Mana 5-6-savol bitta darsimizda yopiladi. Ya'ni bajaradigan bo'lasiz. Endi qo'shimchalar, morfemika darsi buni ham o'tib berganimdan keyin mana morfemika, ya'ni qo'shimchalar bo'yicha sizda savol qolmaydi. Bemalol mana bu testni ishlay olasiz. Hozir sizga vahimali ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin darsimizdan keyin ishlay olasiz. Xo'p, 7-savolda ham bo'ldi. 8 endi fe'llarga oid. Fe'llar haqidagi hukmlarning nechtasi to'g'ri? Fe'l mavzusidan keyin bu demak savolni ham o'rganamiz. Ya'ni qanday yechish kerak, qanday yetsak tezroq yechamiz, to'g'ri yechamiz. Mana shularni o'rgataman. 9-savol quyidagi gapda qanday yordamchi so'z ishtirok etgan? Bu ham endi so'z turkumlarini o'rgatganimda demak ketadi bu savol. Endi berilgan parchada boyligini so'zi qaysi so'zga tobelanib, bu sintaktik bog'lanish, bir-biri bilan gap bo'laklarini bog'lanish haqidagi darsimiz bor. O'shandan keyin yecha olamiz buni. Sintaktik qurish, bu ham o'sha sintaksis bo'limidan. Tinish belgilari, bitta mavzu bor. Tinish belgilarini demak o'tsak 12-savolga javob topamiz. Endi 13-savoldan 18-savolgacha badiiy adabiyotdan bo'ladi. Badiiy adabiyotni ham ko'rib chiqamiz. Uni qanday o'qish kerakligini men sizga aytaman. Qulay usuldan ko'p tushadigan asarlarni o'qiymiz. Ilohi manfaatli bo'ladi. Xo'p, endi 18-savoldan ilmiy matn bor. Mana ilmiy matn anchayin ko'p. Mana 18-savoldan mana ketdi bu yog'i badiiy matn. Bularni ham bajarishda o'zini texnikalari bor. Tayyor qilib qo'yganman uni ham beraman, o'rgataman. 5tadan 5ta yechasiz, xudo xolasa. Xo'p, undan keyingi savollar mana shu badiiy matndan ketyapti. Badiiy matnni ham qanday ishlashni o'rgataman. G'azalni ham mana o'rganamiz. G'azal matnlar. Endi bu yoq yana grammatika ketyapti. Mana 33, 34, 35lar, atov gap, so'z gap, undalmali gap, kiritmali gap. Eng oson savol mana shu bo'lib qoladi sizga. Eng oson bajaradigan, 2 minutga qolmasdan bajaradigan savol mana shu bo'ladi. Buni oson yechish usullarini o'rgataman. Endi bu yana leksikologiyaga oid juda ham bir qiziq savollar. Mana bu kuchli shamol, qora bilan ajratilgan so'zlarga bitta shunday so'z qo'yishingiz kerak, hammasiga tushishi kerak. Birdan o'rmonda kuchli shamol turdi, uyga kelgan mehmonlarga dag'al gapirdi, ishchilar katta bosimda ishladi. O'ylab ko'ringchi nima bo'ladi? Bitta so'z topishingiz kerak, o'sha so'zingiz hammasi mana bu so'zga tushishi kerak. Xo'p, keyingisi. Noto'g'ri qo'yilgan tinish belgi. Mana tinish belgi, mana bu ham tinish belgiga oid. Bu yog'i o'zi takrorlash bo'ladi. Mana noto'g'ri qo'llangan qo'shimcha faqat yopiq test. Bu tarafi ochiq test emas, yopiq test bo'ladi. Savollar varaqasiga o'zingiz qo'lingiz bilan to'ldirib yozishingiz kerak. Bu ham mana ajratilgan bo'lakli so'zni yozing deyapti. Endi mazmun grammatik jihatdan bog'lanish, bular yana o'sha o'tadigan mavzuimiz.
gaplarni grammatik jihatdan to'g'ri bog'lash kerak. Qo'shma gaplarga oid she'riy bacharafonga she'riy san'atlar bitta darsimiz bor. Uni o'qiganingizda topasiz. Qofiya, radif, raviy darsimiz bor. Mana shundan topasiz. Mazmun tahlil qiling demak 44-savol oxirgisi shu va 45-savol essay mavzusi bo'ladi. Essayni ham etap o'rgataman. Yaxshi bo'ladi. Siz vahimaga tushmang, shuncha narsa ekan, shuncha dars o'tamiz deb bitta tinish belgini o'rgansak, ko'ryapsizmi? Ikkitadan savolni o'zi yechishga tayyor bo'lamiz. Bitta sintaksis bo'limini o'tsam, 4-5 ta savolni yopyapmiz, ya'ni o'rganishni tugatyapmiz. Shuning uchun astoydil bo'ling. Bu yo'lda sizga kuch-quvvat tilayman. Ilohim barchamizga manfaatli bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.